bor. Xo'p, tekshiruvlar o'tkazildi, tashxis qo'yilgandan keyin albatta biz davo choralariga o'tamiz. Manual terapiya, fizioterapiya, konservativ operatsiya yo'li bilan. Qaysi holda aslini olganda konservativ davo yordam beradi va qaysi holda yo'q, biz operatsiya qilishimiz kerak deysiz? Tortishuvga ega bo'layotgan mavzulardan biri mana shu savol hisoblanadi. Qachon konservativ davolash kerak? Mana shu qachon operatsiya qilinishi kerak? Hamma grija ham operatsiya qilinishi kerakmi yoki hammasi konservativ davolanishi kerakmi degan savol beradi. Shu MRT tekshiruv xulosasi, ya'ni natijalarga qarab, bemorning klinik belgilariga ham bir-birini taqqoslab, ya'ni grija katta bo'ladigan bo'lsa, buni konservativ davolab bo'lmaydi. Agarda kichik bo'ladigan bo'lsa, yoshlarda elastik bo'ladi. Elastik bo'ladigan bo'lsa, konservativ davolasak, yaxshi ijobiy natijalarga erishishimiz mumkin. Agarda bundan katta bo'ladigan bo'lsa, ya'ni diskura hajmi katta bo'lib, ya'ni kanalga oqib chiqadigan bo'lsa, bu holatlarda konservativ davo naf bermaydi. Aksincha, bemorga konservativ davolash uzoq natija konservativ davolaydigan bo'lsak, bemorlarda og'ir asoratlarga olib keladi. Ya'ni oyoqlarda uyushish, kuchsizliklar, doimiyga qolib ketish asoratlari ham kuzatish mumkin. Demak, faqatgina individual ravishda tekshiruvlardan keyin siz bemorni ko'rib, keyin xulosa chiqarishingiz mumkin. Mana